Mana bu kartina teksturada ishlangan. Minimalizm va abstrakt stilda. Mana bu narsa esa tekstura hisoblanadi. Bularni qayerdan qanaqa qilib olishlarini men sizlarga ko'rsatib tashlab qo'yaman. Bu yerda mana kartinalarim, bular holst hisoblanadi. Kimlardir canvas deydi bilsanglar, bu holst. Mana shu har xil razmerlarda bo'ladi. Buni bilsanglar kerak, qog'oz nomi goznak deyiladi. Mana bu esa molbert. Buni olib tashlasak, mana shunaqa molbert bo'ladi. Bunga istagan razmeringizda kartinalarni qo'yib chizishingiz mumkin bo'ladi. Bu podstavka. Bu yerda masla kraskalari. Bular o'sha maslaga qo'shadigan разбавители, ya'ni maslani mana shunaqa разбавитель bilan ishlaysiz. Bunaqa idishga solib, maslalar yog'li bo'ladi. Shuning uchun ularga ham yog'li mana shunaqa разбавитель kerak bo'ladi. Bu trойник deyiladi. Maslaga taxtali palitra ishlatsak juda ham yaxshi. Albatta, yoningizda sochiq material qanaqadir nimadir bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerda kistочкаlar, mana bu holst. Bunisi ham holst edi, bunisi ham holst. Faqat bu kruglый holst deyiladi. Bu hozir ozgina shunaqa kirib qolgan. Kruglый holst. Bunga ham qanaqadir kruglый rasmni chizsangiz bo'ladi. Bu esa bu ham kichkinagina molbert. Buni art eventlarimda ko'proq ishlataman. Hozir bunga ham shunaqa istagan narsangizni qo'yishingiz bo'ladi. Bunaqa qo'yib turib, istagan joyingizga qo'yib, bunaqa holst ular bu asosan kichkina razmerlar uchun 30 ga 30, 30 ga 40 razmerdagi kartinalarni qo'yishingiz bo'ladi. Bu yerda 35 ga 35 razmer bo'lishi kerak bu. Shunaqa. Bu ham molbert hisoblanadi. Faqat bular kichkina molbertlar hisoblanadi. Asosan art eventlarda yoki uyda o'zingizni mana bunaqa stolingiz bo'lganda stolga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqqa kelsak. Bu holst, bu akrilda ishlangan, akril kraskasida, orqasidagi ham akril kraskasida ishlangan. Xo'p, endi mana bu kistlar akril kraskasi uchun ishlatiladigan kistlar. Men kistlarni отдельно rasmni ham tashlab qo'yaman, qaysi kist nimaga ishlatilishi. Mana bular esa akrilovoy markerlar hisoblanadi, ya'ni mana bunaqa kartinalar uchun chiziladigan markerlar. Ya'ni bunda bemalol ustiga обводить qilsangiz bo'ladi yoki boshqa narsa chizsangiz bo'ladi, ya'ni qo'shimcha elementlar qilishingiz mumkin. Xo'p, asosan stolingizda mana shunaqa narsalaringiz yoningizda turgani yaxshi. Mana bu mini kraskalar hisoblanadi. Hozir men sizga korobochkasida ko'rsataman. Bu eng arzon variantlari, akrilovoy kraskalar, eng arzon va oson variantlari. Ya'ni birinchi boshlayotgan insonlar uchun, birinchi chizishni boshlagan insonlar uchun juda ham kerakli kraskalar. Bemalol 55-60 ming atrofida bo'ladi. Xohlasanglar, men sizlarga konstavar nomerlarini ham tashlab qo'yaman. Bemalol zakaz qilsanglar, jo'natib yuborishadi. Mana bunaqa qarandashlar ham kerak bo'ladi. Bu yerda hammasi bor. Qattiqdan to yumshog'igacha bo'ladi. Qattiq qarandashlar svetli, och bo'ladi, yumshoq qarandashlar esa to'q bo'ladi. Bularni ham qaysi qanaqa rangda bo'lishini rasmini sizga aytib tashlab qo'yaman. Mana bu ham akrilovoy kraskalar. Bular banочкада bo'ladi. Bular ham 20 ming, 30 ming atrofida bo'ladi. Bitta donasi shunaqa 30 ming atrofida bo'ladi. Boshlang'ich uchun mana shu ham yaxshi. Aslida buni keyinchalik ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa kartinalar uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Men bu kartinalarni mana shunaqa kraskalarda va mana bunaqa kraskalarda chizaman. Men bu kraskalar ham juda ham yaxshi. Vista Artist juda ham yaxshi kraskalar. Men bu kraskalarim, ya'ni daily kraskalari ham yaxshi, hamyonbop, ya'ni budjetniy variantdagilarni ko'rsataman sizlarga. Budjet kraskalar. Bu ham shunaqa 20 ming, 30 ming atrofida bo'ladi bitta donasi. Bu ham shunaqa 20 ming, 30 ming atrofida bo'ladi, joyiga, magaziniga qarab. Sizlarga. Men hozir palitram shunaqa kirib ketgan. Shunaqa plastmassaviy palitra ishlatsanglar bo'ladi, chunki bu одноразовый bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa rasmlarni chizganingizdan keyin tashlab yuborsanglar bo'ladi. Agarda yo'q, men taxtali palitra ishlataman desanglar, mana bu yerda boya ko'rsatdim-ku masla uchun. Xuddi shunaqa palitra bor. Hozir mana
Bu ham shunaqa ham maslaga ishlatsangiz bo'ladi, ham akrilga ishlatsangiz bo'ladi bu palitrani. Bu taxtali palitra hisoblanadi. Xo'p, endi bunga kelsak, bu nima? Bu mastihin, bu hammasi har xil shakllar chiqaradi. Buni asosan teksturni pastalarda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni abstraktniy, minimalizm shunaqa stillarda ishlatsangiz bo'ladi va buni albatta chizib ko'ramiz. Ya'ni bunaqa stillarda mana shunaqa bilan chizib ko'ramiz. Bu narsaga hozir mana bunaqa kartinalar bilan ishlatsangiz ham bo'ladi yoki mana bu ham teksturada ishlangan, mana teksturada ishlangan shunaqa kartinalarni ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi bu keslar mana bunaqaki yumshoq keslar belka hisoblanadi. Bu akvarel uchun ishlatiladi, ya'ni suvli bo'yoq uchun ishlatiladi. Bunaqa keslarni ham nimaga ishlatilishini men rasmlarini отдельно tashlab qo'yaman. Xo'p. Bunaqa kartinalar ham bemalol ishlashimiz mumkin, lekin bunaqa kartina uchun biz yillar davomida ishlashimiz kerak, chunki bu живопись deyiladi. Живопись va bu yerda qonun qoidasi bor. Mana shu qonun qoidasi bo'yicha ishlanishi juda ham qiyin. Biz ham nechadir yillar davomida o'qiganmiz, shuning uchun biz bunaqa prям xuddi shunaqa kartina chiza olmasligimiz mumkin. Ya'ni 3 oy darslikning ichida, lekin mana shunaqa tipda qaysidir sложный, qiyin joylarini olib tashlagan holatda, lekin chiroyli dekorativ kartina ishlashimiz mumkin. Va mana bunaqa kartinalar ham ishlashimiz mumkin. Bu narsani men sizga qaysidir darsimizda chizib ko'rsataman va siz birgalikda men bilan chizishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham molbert hisoblanadi. Bu faqat katta razmerlar uchun chiziladigan chizish kerak bo'lgan, ishlatish kerak bo'lgan molbert hisoblanadi. Bunga kelsak, bu ham planshet. Buni men yasattirganman. Agar xohlasangiz yasattirishni, men sizga ustasini ham nomerini tashlab beraman. Juda ham oson qilib ishlangan, oson va qulay. Hamma narsani bemalol shunda chizsangiz bo'ladi. Va sizga yana ko'rsatadigan narsa mana bunaqa skochlar. Bu malyarniy skoch, bu xozmaklarda sotiladi. Bu nimaga kerak? Buni qog'ozga yopishtirib turib, chizsangiz, bo'yasangiz, momentga yopishtirilgani uchun bu yoqqa o'tib ketmaydi. Mana shu unaqa narsalar bilan ishlatsangiz ham yaxshi. Bu sizni rasmingizni xato qilmasligingizga yordam beradi. Buni har xil razmerlari bor, katta, kichkina. Har xil razmerlari bo'ladi. Xo'p, endi nima? Bunaqa o'g'illar ham bo'ladi. Bunda ham chizsak bo'ladi, lekin bizani naqamizga akademik bo'lmagani uchun, ya'ni bizani darsimiz akademik bo'lmagani uchun biz bunaqa narsalarda chizmaymiz. Ya'ni biz zamonaviy dekor kartinalar chizishni o'rganamiz 3 oy davomida. Shuning uchun bizga bu narsalar kerak emas. Bu narsalarda chizishni o'rganish uchun anchagina uzoq vaqt kerak bo'ladi. Xo'p, bizga bunaqa narsalar ham kerak. Hozir bunaqa narsalar ham kerak. Bu qalamni uchlash uchun kerak bo'ladi. Bu skalper обязательно har doim bo'lishi kerak har bir rassomda. Bunaqa ham shpatel. Bunda ham как mastihinga o'xshab katta razmerdagi rasmlarni kraskada bunaqa yoyish uchun kerak. Juda ham foydali narsa. Mana bunaqa zolotistый marker ham bor. Bunaqa zolotistый markerni ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Tillarang joylarida mana shunaqa marker bilan ishlatsangiz ham takoy chiroyli chiqadi va oson chiqadi. Va yana nima bor? Biz zamonaviy art chizish boshlaganimiz uchun mana shunaqa patal ishlatamiz. Patal bu har xil, ichida 10 ta, 20 tali bo'ladi, 40 ming, 50 ming, 60 minggacha bo'ladi, joyiga qarab va razmeriga qarab bo'ladi. Bu tilla hisoblanadi. Buni o'zini shaxsiy kleysi bo'ladi. Shu kleyda yordamida ishlatiladi. Bu kleyni ham mana shunaqa patalni qatdan olsangiz, shundan topsangiz bo'ladi. Xo'p. Bugungi hozirgi narsalarimiz shular. Men bu rasmlarni, mana shunaqa keslarni qaysi biri qayerda ishlatiladi, har bitta detaylini ko'rsatib bergan rasmlarni kanalga tashlab. Bu pastel tekstura, bu grunt. Bu grunt degani holslarni agar hols grunt qilinmagan bo'lsa, chizishingiz qiyin bo'ladi. Shu chizishingizni bemalol qilish uchun shunaqa gruntlash kerak bo'ladi. Bu qora grunt, buni oq gruntlari ham bo'ladi. Xo'p. Bular primerlar. Bu esa pasta tekstura, bu anaqa beradi. Misol uchun dengiz art chizadigan bo'lsak, deylik, mana bunaqa kartinalar chizadigan bo'lsak, bu qarang, bo'rtilgan 3D kartinalar. Mana orqasiga ishlatsangiz bo'ladi yoki dengizda qumli joylariga ishlatsangiz bo'ladi. Bunda mana yozib qo'ygan. Hozir mana
Spescom deb yozib qo'ygan, ko'rasizlar. Bu Sanetniki. Sanetniki juda ham yaxshi, eng yaxshisi hisoblanadi men uchun. Kimdir boshqasini ishlatadi. Men Sanetni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p. Buni budjetli variantlari mana bunaqa. Pastelga bu ham yaxshi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hozir даже 0 dan boshlasangiz ham va undan keyin ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu endi budjetli varianti hisoblanadi. Bizga kiyim bunaqa kolorlar ham kerak bo'ladi. Bular endi boshqa har xil kraskalar bilan ishlaganimizda rangi chiqartirish uchun ishlatiladigan narsa. Asosan devorga kerak bo'ladi. Devorda kartinalar chizadigan bo'lsak, devorga mana shunda akrillarga qo'shish uchun bu kolorlar kerak. Va bunaqa narsani ko'rsatmoqchiman. Bu juda ham eskirib ketgan, lekin menga juda ham ko'p foyda bergan, yordam bergan. Menga qalamlarimni solib qo'yardim, menga kislarimni solib qo'yardim-da. Bu как ryukzakka o'xshaydi. Menga mana qarang, qog'oz solib qo'yganman. Qog'oz solib qo'yiladi. Chercheniyalaringizni или qanaqa deb rasmlaringiz. Mana bu yerda buni yelkangizga ilib olsangiz ham bo'ladi-da. Bu yerga mana bu o'sha qog'ozingizni qo'yasiz-da, chizsangiz bo'ladi. Bu kattagina razmer, bu yerda A3 razmeri bemalol qo'yib chizishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa planshet olsangiz ham bo'ladi. Bularni ham qayerda sotilishlarini men sizga отдельно tashlab qo'yaman.